Turna debdi, ha, ho'kizimiz o'g'irlab ketishdi debdi. Bir kun otaxon ertalab kelibdi-da, bolalarni uyg'otib, bolalar turinglar debdi, ha, ho'kizimiz o'g'irlab ketishdi debdi. Keyin choponlarni kiyib, molxonaga borsa, ho'kiz yo'q ekan. Ota gap boshlabdi, ho'kiz yo'q debdi. Katta o'g'li logik davom ettirar ekan, to'g'ri, mantiqiy. Katta o'g'li bunday qarabdi-da, "Cho'ta devor buzildi" deb, o'g'ri demak devordan olib chiqqan debdi. O'rtanchi o'g'li devor buzilgan, bu qishloqqa qarab buzilgan, demak o'g'ri ana shu qishloqdan bo'lishi kerak. Chunki bu yoqda bo'lgan, bu yoqqa buzar dedi. Keyin kichkinasi aytsin-da, o'ylab, agar debdi u qishloqdan o'g'ri bo'lsa, o'zi yoqda bitta qilay o'g'ri bor debdi, ana shu o'g'irlagan. Ketdik debdi. Borishdi, tars-tars eshik taqlatishdi. Sahar payt, bomb payt, hali shoshib chiqdi kiyinib. "Ha, akalar tinchlikmi?" desa, "Ho'kizni qaytarg'alay" debdi. "Qanaqa ho'kiz, men nechasi xabarim yo'q, ho'kiz bekor aytsin. Nimaga aslan aytasan" desa, "Shu ho'kiz yo'q, ertalab tursak, devor bunaqasiga buzilgan. Sizlar qishloqlarning faqat seni o'g'irsan-ku" debdi. "Ye" debdi, logika o'ta gapni davom ettirib, bitta odamni tuhmat qilmaydir unaqa. Qozini oldiga boramiz deb, qozini oldiga borib, qozi ham eshitib turib, "Xafa bo'lmang-ku, bova" debdi, "bir g'alatiroq oila ekansiz" debdi. "Nimaga" desa, "Bitta gapni ikkinchisiga uloq hukm qilib bo'lmaydi-ku" debdi. "Biz biron marta adashmaganmiz" debdi otaxon. Keyin turib, "Men bitta priyom qilsam ketadi" debdi-da. "Bo'pti, otaxon, men hozir qora qutining ichida narsani yashirib olib kiraman. Shuni topsangiz keyin bir o'ylab ko'ramiz" debdi. O'sha zakovat olib keladi, o'sha qora quti o'sha. Tashqariga chiqdi-da, qora qutining ichiga katta bir apelsin solibdi-da, olib kelib shuni qo'ydi. Keyin otaxonga boshlabdi. "Quti to'rtburchak ekan" debdi. Katta o'g'il aytdi, "To'rtburchak bo'lsa, demak ichidagi narsa yumaloq bo'ladi" debdi. O'rtanchisi aytdi, "Yumaloq bo'lsa, demak bu narsaning rangi ko'pincha sariq bo'ladi" debdi. Kichkinasi o'ylab turib, "Yumaloq sariq nima bo'lishi mumkin? Apelsin-ku" debdi. Hali qozi, "Ho'kizni qaytarg'alay" deymish.